mana bu yerda tangalar qog'oz bor. Agar buni bir vaqtda ichida tashlasa, birinchi tanga tushadi. Chunki tanganing massasi og'irroq, qog'oz esa yengil. Unga havo nima qiladi? Qarshilik qiladi. Endi Galileyda tajribasi bor. Agar deydi, havoni qarshiligi bo'lmasa, har qanday jism bir xil vaqtda, bir xil tezlanish bilan yerga nima qiladi? Tushadi. O'sha tezlanish bu erkin tushish nimasi edi? Tezlanish edi. Erkin. Demak, havosini so'rib nima hosil qilyapmiz? Vakuum hosil qilib olyapmiz. Ichkaridagi havoni so'rib olyapmiz. Endi ichiga havo kirgizamiz. Endi ag'dardik.